Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 28 avgust kundan e'tiboran Indoneziyada har qaysi sohalar bilan bir qator muhim uchrashish va suhbatlarda bo'lib kelayotgan Dunyo qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, qurultayning bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri va Qurultay xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin, Qurultay Xitoy ishlari komitetining mudiri Adiljon, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining program yetakchisi Peter Ervilnadni tarkib topgan Qurultay hay'ati 3-sentabr kuni Jakartada Indoneziya kishilik huquq va qonun ministri Harniati xonim va uning yordamchilari bilan ko'rishib, suhbat olib bordi. Suhbat jarayonida Ömer Qanat boshchiligidagi Qurultay hay'ati ministr Harniati xonimga Sharq Turkistonda navbatda ham jiddiy davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar, bo'libmi kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish maqsadida yurgizayotgan vahshiyliklari, shundaqla Uyg'ur masalasining navbatdagi xalqaro taraqqiyot yuzlanishi ham BDT tarafidan Uyg'ur masalasi haqida e'lon qilingan doklad va tavsiyalar, Amerika tarafidan Uyg'urlar haqida chiqarilgan qonunlar va uning ijro qilinish ahvoli qatorliq masalalar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Dunyo qurultiyining Indoneziya hukumatidan ketadigan konkret talab va orzularni o'tirib qo'yishdi. Qurultay hay'atining mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirish uchun islom dunyosiga qarta keng ko'lamda elib berayotgan ta'tir tashviqoti va ko'zbo'yamchiligini Indoneziyaning har qaysi sohalarga fosh qilish, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Indoneziya hukumatini, siyosatchilarni va Indoneziyadagi musulmon tashkilotlarini umumyuzlik harakat keltirish maqsadida boshlangan bu qitimqi Indoneziya ziyorati mushu haftaning oxiriga qadar davom qiladi. Amerikaning Beyjingdagi elchixonasi Amerika tashqi ishlar ministrligining oldin qat'iy e'lon qilgan Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi bayonotini 3-sentabr kuni o'zining rasmiy torida Xitoycha e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumati buningdan qattiq bearam bo'lgan. Chunki Beyjingdagi Amerika elchixonasining tor betini Xitoydagi millionlagan torkezarlar Xitoyda turib ko'ra oladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining 2022-yil 8-oyning 31-kuni Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoli haqida doklad e'lon qilinganligining 2 yilligi munosabati bilan Amerika tashqi ishlar ministrligi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaliy tekshirish orqali hukm qilgan xalqaro jinoyat bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb qaragan bu jinoyatdan Xitoyning qo'l uzishi kerakligi, bunda qabih zo'ravonlikni amdi to'xtatish kerakligi ta'kidlangan. Shundaqla Amerikaning bu masalada xalqaro jamiyat bilan birlikka kelib, Xitoyning qabih bostirishida ziyonkashlik uchirg'ichilarining haq-huquqlarini qo'g'daydiganligi, bu ishda jinoiy javobgarligi bor shaxslar va shirkatlardan hisob oldiganligi bildirilgan edi. Bu bayonot e'lon qilingandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning axborot e'lon qilish yig'inida Amerikani ayblab, Amerika hukumati haq-nahaqni ostin-ustin qildi. Xitoyning ichki ishlariga aralashdi. Xitoyning Xinjiang siyosatiga dog' tekkizdi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi. Amerikaning Xinjiangni qalaymaqon qilish g'arzi cho'qim mag'lub bo'ldi deb chalvo qilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller bu bayonot haqida X uchirib bergandan keyin Xitoyni qo'llaydigan inkaschilar uningga tushma-tushdan hujum qilgan. Ba'zilari hozir irqiy qirg'inchilik uchrayotganlarning Uyg'urlar emas, Gazadagi Falastin xalqi ekanligini da'vo qilishgan. Qozog'istondagi davlatlik Uyg'ur maktablari yaqinda 2024 va 2025 yillik o'qish mavsumini rasmiy boshladi. Qozog'iston Uyg'ur ma'rifi Qozog'iston Jumhuriyatining bilim ministrligi bekitgan o'qish programmasi asosida rivojlanib kelmoqda. Uyg'ur tilli maktablarda aralash, ya'ni o'qitish qozoq, rus va uyg'ur tillarida yurgizilgan maktablarda bugungi kunda 17 ming atrofida Uyg'ur bolasi o'z ona tilida bilim oladi. Qozog'istondagi Uyg'ur maktablari asosligi Olmaota shahri va Olmaota viloyatining Uyg'ur, Emgakchi qozoq va Talg'ir noyalarida, Yetsu viloyatining Panfilov noyasida o'rinlashgan. Olmaota shahrida butunlay Uyg'ur tilida dars o'tiladigan 2 maktab bor bo'lib, ular Do'stlik mahallasidagi Abdulla Rozboqiyev nomidagi 153 maktab ham Sulton Qo'rg'on mahallasidagi Ma'sum Yoqubov nomidagi 101 maktabdir. Bu maktablarda 2000 dan ko'p bola o'z ona tilida bilim oladi. Qozog'istonlik Uyg'urlar orasida tanilgan filologiya fanlarining kandidat doktori Hokimjon Hamrayev apandi bu haqda Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida Qozog'istonda Uyg'ur tilli maktablarni saqlab qolishda ba'zi o'ylantiradigan masalalarning borligini bildirib, mundaq dedi. Shuni ochiq aytish kerakki, Qozog'iston mustaqillik erishgandan buyon boshqa millatlar qatorida biz Uyg'urlarmi ko'plagan imtiyozlarga ega bo'ldik. Bo'libmi ona tilimizdagi sinflarimizni,
Maktablarimizni saqlab qala oldik. Mustaqillikdan keyin 30 yildan oshiq vaqt o'tsimi, texila rus tilining, rus madaniyatining ta'siridan qutulmay kelyapmiz. Bu faqat bizning emas, balki qarindosh qozoq xalqining mo beshidan o'tyapti. Mustaqillikning dastlabki yillari Qozog'istonda 60 dan oshiq o'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan maktab bor bo'lib, shularning ichida 12 maktab sap Uyg'ur tillik bo'lsa, hozirgi kunda ahvolimiz echinishli bo'lyapti. Ya'ni ana tilda o'qiyotgan farzandlarimiz sonining ozishi bizni qattiq tashvishlantiryapti. Ba'zi maktablardagi ahvol bizni xushal qilsa, ba'zi maktablardagi bo'libmi Uyg'ur aholisining mutlaq qismi o'rinlashgan yez yerlardagi ahvol bizni o'ylantiryapti. Rostchil, millatparvar insonlarimiz Uyg'ur ma'rifini to'xtamay targ'ib qilyapti. Ularga cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz. Lekin milliy maktablarimizni saqlab qolish yolg'izla shaxslar yoki jamiyatlarning emas, bu butunlay bir xalqning vazifasi. Biz barliqimiz bilan birlashib kuchimizni mush masalaga safarbar qilgandila, ona tillik ma'rifimizni, shuning orqasida milliy kimligimizni saqlab qala olamiz. Yaqinqi mezgildan buyon Sharq Turkistonga ziyoratga borgan g'arblik atalmish akademiklarning Xitoy matbuotlariga so'z qilib, Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini aqlayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Angliyalik tadqiqotchi, Germaniya va Xitoy nomli kitobning avtori Andreas Fulda o'zining X hisobida e'lon qilgan uchurida Sharq Turkistonni ziyorat qilgan g'arblik akademiklarni tanqidlab, Xitoy Kompartiyasining hayvisiga bosh ekkan g'arblik akademiklar erkin jamiyatning qimmat qarshiga buzg'unchilik qilmoqda deb yozgan. Andreas Fulda bu inkasni Zhang Heching ismli birisining tarqatgan videosiga raddiya berib yozgan. Zhang Heching Xitoy Pokiston iqtisod koridorining maslahatchisi va direktori bo'lib, u Xitoy xabarlar tarqatgan bir videoni ham bahrlab, uning ostiga milliy masalalarni tadqiq qiladigan ikki olim o'z ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yib, Xinjiang haqida yolg'on yovdoqlarni paydo qilishning sababini oshkorladi deb yozgan. Videoda ko'rsatilishicha, Avstraliyalik Xitoyshunos tadqiqotchi Colin Makeras Xitoy xabarlar taratqusiga bergan ziyoratida Uyg'urlarning har yerda o'z madaniyati va san'atini saqlab yashayotganligini, masjidlarning mo ko'p ekanligini bildirsa, Amerikalik tadqiqotchi Hong Kong Universiteti ijtimoiy fanlar professori Barry Sotman Xinjiang haqida chiqqan ayiblash va qaralashlarning Amerikaning bir siyosiy strategiyasi, Xitoy qarshi tashviqotning bir qismi ekanligini bildirgan. Uyg'urlar masalasini dunyoga anglitishda to'kib qo'shib kelayotgan Adrian Zenz, Derin Baylarga o'xshash ko'pligan tadqiqotchilarning aksicha, Xitoyning depini chilayotgan bundaq tadqiqotchilarning maydonga kelishi, Xitoyning akademik sohadimi o'z jinoyatini aqlaydigan sahna hozirlayotganligini ko'rsatmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.